The earth desanglar xayoliga bir dona yer keladi. The moon oyimizdan bitta, the sun simboli bittagina quyoshimiz bor o'zi. The ground yer bitta, the sky osmon bitta, the air havo, the equator ekvator chizig'i o'sha yerda aylanib turadigan the universe koinot, the world dunyo hammasi bu so'zlar bizga bitta bo'lgani uchun ham bizga qo'yilgan. Keyingisi the countryside bu shahar tashqarisi degan qishloq joy. Shuni qisqartirib aytsak the country bo'ladigan bo'lsa, mana shu ma'nolarda z qo'yilar lekin country so'zining o'zi mamlakatdan bo'lib keladi. Mamlakat ma'nosida qo'yilmaydi. Qishloq joy the countryside yoki the country bo'lsa qo'yilar ekan. Keyingisi the capital of Uzbekistan. O'zbekistonning poytaxti. O'zbekistonning poytaxti deb dunyo boshidagi odamdan so'rasak ham bizga yo'ldan xayolida bittagina Toshkent keladi, ya'ni aniq. Shuning uchun ham the capital bo'lyapti. The end of this month shu oyni oxiri bo'lyapti. Shu oyni oxiri ham hammaga aniq qachonligi. Shuning uchun ham bizga qo'yiladi va qolgan holatlarga ham qo'yib ketaverasiz. Ikkinchi holat bo'lyapti bizga space, koinot yoki fazo ma'nosida z olmaykan aytaylik. There are billions of stars in space. Ya'ni fazoda milliardlab yulduzlar bor. The space emas, in space fazo haqida gapirsak. Keyingisi endi the space bo'lar ekan qachonki bo'sh joy haqida gapirsak. Bo'sh joy, yonimizdagi bo'sh joy yo'q, shunaqa deydigan bo'lsak. Aytaylik move over so that we can put this bag in the space you free. Yaxshi, move over degan suril degan. Suril deyapti bizani mana shu sen bo'shatgan joyingga mana bu sumkani qo'ya olishimiz uchun. The space you free, sen bo'shatgan joy bo'ladi, you free. Shu, ikkinchisi. Uchinchi qoida bo'lyapti bizga the same bir xil, the cinema kinoteatr, the theater, teatr so'zlari bilan birga z kelish kerak. Aytaylik, my shirt and my pants are the same color. Mani ko'ylagim va mani burugim deyapti bir xil rangda. The same color bo'lyapti. Yo'qmasam I went to the cinema to watch the Minecraft movie bo'lyapti. Men kinoteatrga bordim, o'sha Minecraftning kinosini ko'rishga bo'ladi. Ishlaymiz zga. Birinchi bo'lib bizlar aytyapti superlative adjectives, ya'ni sifatlarni orttirma darajasida gapirayotgan paytlaringiz eng katta, eng zo'r, eng nimadir, hokazo, eng deb sifatda gapirayotgan paytlaringiz biz har doim z'ni qo'yishimiz kerak ekan. Aytaylik, the biggest, eng katta, the smallest, eng kichkina, the fastest, eng tez, the most modern, eng zamonaviy, the most expensive, eng qimmat va hokazo mana superlative gapirgan paytlaringiz z qo'yishimiz shart ekan. Misolni ko'raylik. The most intelligent boy in our school is Parviz. Bizning maktabimizdagi eng aqlli bola bu Parviz deyapti. The most intelligent. Keyingisi 5-qoida bo'lyapti. TV bilan television so'zlari biza televideniya ma'nosida ikkalasi ham televideniya ma'nosida kelsa, misol uchun milliy televideniya, to'g'rimi? O'shanaqa ma'noda keladigan bo'lsa, biza z olmay ekan. Misolni ko'raylik. What's on television tonight? Bugun televideniya, hammani televideniyasida bugun nima beryapti deyapti. Lekin degan joyda bizda uydagi televizor, mana uyga televizorimiz turibdi, yo'qmasam uydagi radio ma'nolarga keladigan bo'lsa, z qo'yishimiz kerak ekan, chunki uyda bitta radio, bitta televizor bo'ladi, hamma biladi nima haqida gap ketayotganini. Aytaylik, turn off the TV. Televizorni o'chir. Yo'qmasam I'm listening to the radio bo'ladi. Men radioga eshityapman, radioga quloq solyapman bo'lyapti. The radio, the TV qachonki uydagi narsa buyum haqida gapirsak. Keyingisi internet so'zi bilan the internet bo'lib kelishi kerak ekan, chunki hammaning interneti bitta. Aniq bilamiz qaysi internet haqida gaplashayotganimizni. Aytaylik, the internet can be useful if you're smart with it. Agar sen aqlli bo'ladigan bo'lsang, ya'ni aqlli ishlatsang, internet foydali bo'lishi mumkin. 6-qoida bo'lyapti bizda breakfast, lunch, dinner, ya'ni ovqat vaqtlari, shu zavtrak, obed va kechki ovqat so'zlari bilan biz z qo'ymay ekanmiz. Aytsa, I'm having breakfast. Men o'sha nonushta qilyapman. I'm having the breakfast emas, I'm having breakfast. Xo'p, bizda 7 va 8-qoidalarimiz bo'lyapti. Birinchi bo'lib 7-qoidaga ishlaymiz. School, maktab, university, universitet, college, o'sha college, hospital, shifoxona, jail yoki prison, qamoqxona, church bo'ladigan bo'lsa, o'sha nima cherkov so'zlariga nisbatan gapiradigan bo'lsa, biza har doimki yoki har kun bo'lgan o'sha joydagi harakatga nisbatan aytsak, misol uchun kimdir har kun maktabga borishi, har kun universitetga borishi, kimdir hospitalda qolib har kun davolanishi, kimdir prisonga tushib qolgani, to'g'rimi? Mana shu holatlar bo'yicha biza z'ni islatmas ekanmiz. Lekin degan joy bor, biza o'sha joyga bir marta borsa, aytaylik, maktabga bir marta ota-onamiz borsa, universitetga orqamizdan kimdir borsa, prisonga kimdir ko'rgani borsa, yo'qmasam o'sha anavunda ham shifoxonaga ham kimdirlarni ko'rgani bir marta boradigan bo'lsa, bizga z ishlatar ekanmiz. Misolga qaraymiz. Aytaylik, I go to school every day misol uchun. Men maktabga har kun boraman.
Bu men har kunlik harakatim bo'lgani uchun the school demayman, просто I go to school. Lekin my mom is going to the school to see Mrs. Smith bo'lyapti. Mani ayam maktabga boryaptilar, the school Mrs. Smithni ko'rishga. Mrs. Smithni ko'rishga ayam har kun bormaydi, bir kun borgani uchun harakat schoolga nisbatan bir marta bo'layotgani uchun ham the school qo'yilar ekan. Keyingisi 8-qoida bo'lyapti. Boyni tak birinchi darsda ham ko'rgan misol qaytarilyapti. General, ya'ni umumiy ma'noda gapiradigan bo'lsak, the olmaykan, lekin spesifik holatlarda ishlatsak, the olar ekan. Chunki bizga buni tarjimasi o'sha bo'lib chiqadi. Aniqlashtirib olganiki o'sha narsa, o'sha joy deb gapiradigan bo'lsa. Misollarga qaraymiz. She likes apples. Unga olmalar yoqadi. Bu umumiy ma'noda generalda har qanaqa olma yoqaveradi unga. The apples, misolcha aytsa, she likes the apples. Qaysi olmalar yoqadi? O'sha olmalar tarjima chiqmaydi. Shuning uchun umumiy ma'noda har qanaqa unga olma yoqadi desa, the yo'q. Lekin she didn't like the apples she bought yesterday. Lekin unga yoqmadi kecha sotib olgan olmalari bo'lyapti. Bu bizda har qanaqa olma emas, o'sha kecha sotib olgani the apples, o'sha olmalar spesifik holatdan kishi yoqmadi bo'lib chiqadi. Yana xuddi o'shanday misol biz aytaylik. I like history. Menga tarix yoqadi. Menga har qanaqa tarix yoqadi. Generalda gapiryapman. The ishlatilmayapti. Lekin degan joy bor. She is interested in the history of Egypt bo'ladigan bo'lsa, o'sha Misrni tarixiga qiziqqan deydigan bo'lsa, bu aniq. Ya'ni aniq bitta joyni tarixiga, o'sha spesifik joyni tarixiga qiziqqan desa, the history of Egypt bo'lar ekan. Yaxshi. Xo'p, bizda 9 va 10 qoidalarimiz bo'lyapti. 9-qoida bo'yicha ketyapmiz. Aniq bir turdagi hayvon yoki narsa haqida bizga gapirsak yoki bo'lmasa informatsiya beradigan bo'lsa, zeni islatishimiz kerak. Aytaylik, the giraffe deyapmiz. Ya'ni nima desak bunga? Jirafalar yoki zirafani o'zi, the giraffe is the tallest animal. Zirafa bu eng bo'yi uzun hayvon deb aytyapmiz. Bu informatsiya berish uchun ishlatilyapti. Qaranglar, hozirgacha aytib kelgan narsamizni bizga kontekst kerak, spesifik bo'lish kerak, qayerdagi jirafa haqida gap ketayotganini bilishimiz kerak degan joy bor edi. Lekin bu holatda o'sha narsa yo'q ekan. Ya'ni biz aytib o'tmaykan bizni. Bu prosta o'sha turdagi hayvonlar, ya'ni jirafalar haqida gapiryapmizda. The giraffe is the tallest animal deyapmiz. Ya'ni jirafa bu eng bo'yi uzun hayvon deyapmiz. Endi bu joyga o'sha ma'nosida ham chiqmaydi. Ya'ni o'sha zirafa qaysi zirafa kerak emas. Bu prosta zirafalar shu turdagi hayvonlar, yoki shu turdagi jirafamiz bo'yi uzun deyapmiz. Keyingisi, the whale is the biggest mammal. Bizga kit bo'ladigan bo'lsa, eng katta sut emizuvchi ekan. Keyingisi, the dog is humans most loyal friend. Kuchli bo'ladigan bo'lsa, o'sha odamlarni eng yaqin yoki eng vafodor do'sti deb aytyapmiz. The dog. O'sha kuchli emas, prosta umumiy ma'noda o'sha turdagi hayvonni aytyapmiz. Kuchli deyapmiz. O'sha emas. Yaxshi, bu bizda 9-qoida ekan. 9 davomi bo'lyapti. Instrumentlar, ya'ni musiqiy asboblarga nisbatan ham z qo'y ekanmiz. The guitar, gitara, the piano, bularda ham tarjimasi o'sha gitara bo'lmayapti. Prosta gitara, the piano, pianino, the doira, the violin, skripka va keyingi musiqa asboblari uchun. Lekin degan joy bor, kichkina istisnochamiz bo'lyapti. I saw a giraffe in a documentary. Men deyapti, bitta hujjatli filmda jirafa ko'rdim. Bu joyiga endi umumiy ma'noda jirafalar haqida, yo'qmasam jirafalarning turi haqida gapirmayapti. Bu bizada giraffe deyapti. Shu bittagina qanaqadir jirafa ko'rdim men o'sha dokumentaryda, hujjatli filmda deyapti. Yo bo'lmasam I bought a guitar last week deyapti. Ya'ni o'tgan hafta bitta qanaqadir gitara sotib oldim deyapti. Bu bizga aniq emas. Umumiy ma'noda gitara bu zo'r asbob deb gapirmayapti. I bought a guitar, bitta gitara sotib oldim. Guitar deb gapiryapti. Yaxshi, biz 9-qoida bo'ldi. 10-qoidamiz the poor. Endi shu joyda ma'no sal almashadi. The poor bo'lsa, yozib qo'yilib bilan yodlashga. The poor kambag'allar, the rich boylar, the old yoki the elderly yosh kattalar, the homeless uysizlar, the unemployed ishsizlar, the sick kasallar, the injured jabrlanganlar yoki shikastlanganlar ma'nosida zani ishlatar ekanmiz va orqasidan plural, ya'ni ko'plik shakli kelish kerak ekan. Tarjimasi sal boshqacha chiqyapti, lekin bizga iloji yo'q. Mana shu holat bo'yicha ko'pincha tasvirlarga yoki parchalarga gapirsak bo'ladi. Misol uchun rich nimadir yoki homeless nimadir. O'shanaqa deb aytsanglar, odamlarga nisbatan bo'ladi. The poor kambag'allar, the rich boylar va hokazo. Misoliga qaraymiz. The elderly are in need right now. Ya'ni yosh kattalar hozirda muhtoj deyapmiz. In need bo'lsa.
the elderly are bo'lyapti. Pluralda kelyapti. Keyingisi the rich should be held accountable for high prices deyapti. The rich ya'ni boylar deyapmiz, o'sha amalga olinishi kerak. Nima deydi? Javobgarligiga tortilishi kerak high pricelar, ya'ni baland narxlar uchun deyapmiz. The rich, boy odamlar ma'nosida kelib chiqadi. 10 va 12 oxirgi ifodalar qolyapti. Birinchi bo'lib millatlarga z ishlatilar ekan. Qaysi millatlar? The Portuguese, Portugallar, the Japanese, Yaponiyaliklar, the Dutch, nemislar, the British, Britaniyaliklar, the English, inglizlar, the Chinese, xitoyliklar, the Spanish, ispaniyaliklar bo'lsa, oldidan z qo'yganmiz. Lekin degan joyi bor, istisno bizada oxiri s bilan tugasa millatda aytayotgan paytlar z qo'ymaymiz. Misol uchun Americans, amerikaliklar, Mexicans, meksikaliklar, Italians, italiyaliklar, Uzbeks, o'zbeklar va hokazo hokazo millatlarni aytayotgan payt oxiri s bilan tugayaptimi? Z qo'ymas ekanmiz. Mana Idarchi bizada bo'lyapti, millatni o'zi yonida people, ya'ni o'shanaqa odamlar deb qo'yadigan bo'lsa ham z olinmas ekan. Misol uchun Mexican people, yo'qsa Italian people, Japanese people, hech qaysiga z qo'yilmaydi. Japanese o'ziga people siz the Japanese, ya'ni yaponiyaliklar deb gapirsanglar z bor edi, lekin Japanese people bo'lsa bizga z ishlatilmas ekan.